Inshaalloh mana shu Qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida Jub kechadan tog' kechada o'tadigan tunlarda istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mashinalik ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirish deb tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushib deb tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanalloh deb bir marta aytsa shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozidan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 danmi, 1 danmi, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi birodar. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, unaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, taravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jichi insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu Qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Demak, qaysinisi to'g'ri bo'lganda ham albatta bu tunni ulug' tun ekanligiga ishora bo'ladi. Laylatul Qadr xayrun min va ma adraka ma laylatul Qadr. Qadr kechasi qandoq kun ekanligini qayoqdan bilasiz? Sizga nima bildirdi? Alloh taolo Qadr kechasi nimaligini qatdan bilasizlar deyapti. Agar men sizlarga bu narsani bildirmasam. So'ngra mana shu oyni qanday bir ulug' oy ekanligini bizga bayon qilib, Laylatul Qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. 84 yilga yaqin umr. Bu yerda o'tirganlar o'rtacha 60 yil, 70 yil yashasam degan rashyotda olamiz. 80 ga kelishlik bir antiqa narsa bo'lib qoldi. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. Chunki bu tunda Qur'on nozil bo'lgan kecha. Bu 1000 oy deyishligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bir qancha hadislarda vorid bo'lgan. Qadim zamonlarda bir podshohni dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikoya qilib beradi. 1000 ta o'g'li bo'lgan. Har bitta o'g'lini har oyda jihodga jo'natar edi. Har oyda bitta bolasi shahid bo'lardi. Keyingisini tayyorlardi, jihodga chiqarardi. 1000 oyda 1000 ta o'g'li shahid bo'lib tugadi. So'ngra o'zi chiqdi va o'zi ham shahid bo'ldi. Mana shu narsani Rasululloh aytib berganida sahobalar ta'ajjubga tushdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitib havas qilayotgan sahobalarga qarab turib, bundan ham afzal bo'lgan amalni aytaymi dedi. Qadr kechasi Alloh taolodan savob umidida, namozda, tasbihda, tahlilda, zikrda qoyim bo'lgan kishini qilgan ibodatining savobi 1000 ta bolasini shahid qilgan podshohning savobidan ko'ra ko'proq bo'ladi. 83 yil, 84 yil tinmasdan ibodat qilgan odam qancha savobga ega bo'lsa, Qadr kechasini topgan kishiga undan ko'ra ziyoda savoblar ato qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni Banu Isroil payg'ambarlardan bo'lgan 4 tasi Ayyub, Zakariya, Huzalqil va Yusha ibn Nun alayhissalomlarga aytib turib, bular 80 yil Allohga ibodat qildi, shu 80 yil ichida bir marta ham gunoh qilishmadi dedi. Sahobalar taajjubga kirdi. Havas qilishdi. Shunda payg'ambarimiz Qadr kechasida qilingan ibodat 80 yil gunoh qilmasdan ibodat qilgandan savobi ko'p bo'ladi dedi. Birodarlar, mana shu kechada o'tiribmiz inshaalloh. Qadr kechasini alomatlari haqida payg'ambarimizdan shunday bir hadislar vorid bo'ladi.
Qadr kechasi bo'ladigan kunni quyoshi tog'orani singari chiqadi, issig'i qattiq isitmaydi, issig'i pastroq bo'ladi deb aytadi. Bugun shunaqa kun bo'ldi agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechada o'tadigan tunlarda istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tunay deganda biz mashinadek ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirish deb tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushib deb tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanalloh deb bir marta aytsa shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozidan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 dami, 1 dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi birodar. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, unaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, taravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa kallamizda jich insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talag'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Tanazzalul malaikatu va ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Unda farishtalar va ruh Robbilarining izni bilan barcha ishlarga tushurlar. Bu oyatdagi ruhdan maqsad Jabroil alayhisalom. Qadr kechasi Jabroil alayhisalom boshlig'idagi farishtalar Alloh taolo kelasi yilgacha taqdir qilgan ishlar ila tushadilar.